Sağoldaşlar, yaxshimisilar? Bugun biz print stream to'g'risida so'zlab chiqmoqchi. Print stream shu input output streamninki bir turi. Masalan, biz davomli ishlatayotgan sout yoki bo'lmasa system in duck in deganlarni hammasi bu bir bir input stream, lekin sout deganimiz amaliyotda bir print stream. Agar bundanki declarationsni qarab boqsak, bu out deganimizning o'zi bir print stream bo'ldi degan gap. Print streamdan qanday rol bor degan vaqtda biz shunday print yoki bo'lmasa print ln degan funksiyonlarni ishlatalaymiz. Bu har qanday narsani print qila oladi. Masalan, integer bo'lsa integerni print qila oladi, string bo'lsa stringni, double bo'lsa double'ni print qila oladi degan gap. Shunga biz shu print streamninki bir child class bo'lgan print writer bilan so'zlab chiqmoqchi. Undaq bo'lsa biz bugungi nimani misollarimizni vaqtida masalan ma folderdagi bir tekstni biz yana bir folderga ko'chirmoqchi. Biz bu yerda buffer readerdan birini declare qildik, undan keyin bizga chiqish uchun bir writer kerak. Unga biz output stream ishlasak ham bo'ldi. Buffer writer ishlasak ham bo'ldi. Lekin miyada biz print writerni ishlatib sinab bakmoqchi. Print writerni qanday declare qilamiz vaqtida print writer pw deb olaylik, equals new print writer. Agar buni o'tirsa biz yozmoqchi bo'lgan faylninki nimasini bilsak ham bo'ldi, pathni bilsak ham bo'ldi. Biz mana bu miya qarab baksak folderimizda test1 degandan biz test2 degan folderga yozmoqchi, copy qilmoqchi. Shuning bilan birinchi qadam declarationdan bitdi. Uchinchi qadamga uchinchi qadam yozaylik. Uchinchi qadamda bu skillsni close qilishimiz kerak. pw.close. Hozircha bu exceptionni ustiga throw qilib turaylik. Birdan turib buni qanday handle qilishni shu vaqtda deyishimiz. Endi biz buni qanday yozgan vaqtida, masalan, buffer readerda bu degan character based, shuni biz udulam readline qila olamiz. Shuni bir stringni declare qilib, string s deb, keyin while bu s ni metan vaqtida s shu buffer readerninki readline bir qo'rni o'qigandan bu 0 ga teng bo'lishdan 0 ga teng bo'lmasa biz write qilamiz degan gap. Buni qanday hisoblab pw deb bassa print ln print qilamiz, objektlarni print qilib bo'ldi, write qilib bo'ldi, boolean variable, character, long float har qanday data type'ni write qila olamiz. Lekin bu ya'niki bir masala nima deyapti? Biz buni kirgan vaqtida boolean value'ni write qildik, lekin hujjat saqlagan vaqtda u bir text shakl saqlandi. Bir string shakl saqlandi. Biz buni qayta o'qigan vaqtimizda boolean bo'yicha o'qimaymiz. Demak, hozir yozganda boolean value'larni, characterlarni yoza olamiz, sonlarni yoza olamiz, lekin son yozib bo'lgandan keyin biz shu yozgan folderning ichida text holatda saqlandi. Bu hargiz shu folderning ichida bir integer holat saqlanmaydi. O'qigan vaqtimizda keyin datani biz o'qib ishlatgan vaqtimizda tartibga chiqqan vaqtimizda uni integer holatda udul ishlatamaymiz. Ammo bu print writerninki bir diqqat qilgan nuqta shu. Agar udul output qilgan datalarimiz text bo'lsa, hech qanday narsa ta'sir qilmasa, biz udul print writerni ishlasak bo'ldi. Agar biz integerlarni, objektlarni text yozgan vaqtida text holat saqlanmay, object holat saqlangan yoki bo'lmasa integer bo'lsa, integer, boolean bo'lsa, boolean holat saqlamoqchi bo'lsak, print writerni ishlatmaymiz. O vaqtda object input stream output stream ishlasak bo'ldi. Uni birdan turib so'zlaymiz. Unda bo'lsa, hozir print writerda Lasa biz davomli ishlatib kelayotgan print ln funksiyonimizni ishlatib boqaylik. Print ln nimani print qilganda biz o'qigan s degan stringni print qildi. Unda qarab boqaylik, test1 ichida nim gap ekan, bunda bir gap ekan. Hamda bu nima mang'uz boqsaq.
Men bo'ldi. Testni chiqarsakmi, o'xshash kelib chiqdi degan gap. Mana bu print writer'ninki ishlatilishi. Andan keyin agarda biz buni ma faylni o'qimay o'zimiz kirgizmoqchi bo'lsak-chi, biz buni keyboarddan o'qimoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Buni keyboardda o'qimoqchi bo'lsak, biz scannerni ishlatgan vaqtida user keyboarddan datani kirgizib, datani ishlatmoqchi bo'lgan vaqtda biz system.in degan bir narsani ishlatgan. system.in parametr qilib berganmiz ayni vaqtda. Undaq bo'lsa, miyagim udullab system.in ni beramdik. Bundaq masala kelib chiqdi. Agar biz keyboardda o'qimoqchi bo'lsak, buning ichiga system.in ni beramdik. Bir sinab boqaylik. System.in bu yerda xato chiqdi, nim xato chiqdi. Required type reader, lekin bizning provide qilganimiz input stream deydi. Biz ma buffer readerni readerga parameter bergan vaqtda cho'qim buningki parametrisi bir reader bo'lishi kerak, lekin system.in ni bu bir input stream deydi. Biz buningki declarationsga qarab boqaylik. System.in systemniki qaramay udul inninki qaraylik. Inni qarasak, demak bu bir input streamga. Biz agar udulla input file input streamni ishlatmoqchi bo'lsak keyboarddan, udulla shuni parameter qilib bersak bo'ldi, chunki bu bir input streamga, lekin biz buffer readerni ishlatmoqchi bo'lsak, biz buni input stream bersak bo'lmaydi, cho'qim bir reader type'ni berishimiz kerak. Undaq bo'lsa, input streamni qanday readerga aylantiramiz degan vaqtida, bu vaqtda biz input stream reader degan classdan foydalansak bo'ldi. Masalan, men bir reader qurdim. Reader equals. Ben buni system.in ga valuesga equal qilmoqchi. Lekin mana bir input stream. Buni men readerga aylantirish uchun input stream readerni ishlatishim kerak. Biz bu vaqtda new input stream reader deb buningki parametersa system.in deb bersak, bu hamda bir system.in ni bir readerga o'zgartirib degan gap. Hamda men shu readerni parameter qilib beramiz. Undaq bo'lsa, bu qayerga chaqirlashdi degan vaqtda, masalan biz exit degan xatni bossak, oyoqlashgan bo'lsin. Undaq bo'lsa, mana bu shartini o'zgartirishimiz kerak. Exit degan xat yozilgan vaqtida keyin oyoqlashadi bizningki stringimiz. Stringni nada o'qiydi degan vaqtida s equals buffer reader dot readline. Bunga tang bo'lmagan vaqtida shuni o'qiyverdi degan gap. Tang bo'lgan vaqtda exit deb yozgan vaqtimizda mana bu programmamiz oxirlashadi. Ankin biz yozgan narsamizning hammasini ma folderning ichiga copy qilib saqlaydi. Buni ma'lum bo'lsak, bu yerda bizningki inputimiz saqlab turdi. Masalan, hey deb kirgizaylik. Ankin how are you deb kirgizaylik. Yaxshimi deb kirgizaylik. Alim deb kirgizaylik. Hamda chiqatmoqchi bo'lsa, oxirlashtirmoqchi bo'lsa qanday qilamiz desak, exitni bossak, process finish deydi. Hamda o'zimizniki copy qilgan testni kirib qolsa, hey how are you, yaxshimi alim degan hamma biz inputlarimiz kirdi degan gap. Mana bu keyboarddan kirgizib ishlatilgani ham print writer'ninki ishlatilishi. Hamda biz nechoqni yoqib bu exceptionni ustiga qo'ygan, buni biz ishlatgan vaqtda buni ustiga qilsak ancha yaxshi emas, mushayni bir taraf qilishimiz kerak. Shuni qarab boqaylik. Birinchi bo'lib print writer bir exception nim qildik, file not found exception qildik. Keyin readline qilsak, IO exception bo'ldik, close qilsak, yana IO exception bo'ldik. Undaq bo'lsa, my exceptionni biz handle qilishimiz kerak. Try blockdan bir nizib ma'nosini ichiga qo'yishimiz kerak. Chunki agarda ma'noni xatosi chiqib qolsa, ma'ni yozganimizning ahamiyati qolmaydi. Shuning
bulanamisi logik jihatda bir try blokni ochib bo'lish kerak. Andan keyin mani teshig'liklar qilaylik. Control copy backup equals null. Mana bunday bo'lgan vaqtda global scope double deb print writer. Endi men bo'ldi qandoq exceptionni catch qilamiz degan vaqtda mau file not found exception, IO exception biz udulan parent classni ilib IO exceptionni so'roq qilamiz desak, ikkala exceptionni ichiga olgan bo'ldi. Edak print state trace deb buningki xatolikni hammamiz print qilib bergan bo'lsin. Alkima close degan qandoq deyaptidan biz shu resourcelarni ishlatib bo'lgandan keyin cho'qim close qilishimiz kerak. Mayli bu xatolik chiqsin, chiqmasin, mayli o'ttirda qandoq yuz bersin, cho'qim close bo'lishi kerak. Biz exception handlingda so'zlab o'tgandek, bir ish mayli bu function to'xtasin, to'xtamasin, alqisida cho'qim yuz beradigan ishni nim blokni yozamiz deyapti. Finally blokni yozamiz. Shomani finally blokni yozamiz degan gap. Mana bir exceptionni throw qilgan. Buni hozircha men so'roq qo'yaylik, keyin qanaqa bilan turib qanaqa qilgan deymiz. Ammo men balkim null pointerni accept balkim print writer null bo'lib qolishi mumkin. Shuni biz menga if print writer null bo'lmagan vaqtida andan keyin buni close qilma deb yozsak logika uyg'un bo'ldi. Agar bu null value tang bo'lsa, buni close qilg'im bo'lmaydi degan gap. Shuni logik jihatdan bunday to'g'ri chiqdi. Endi Java'da bizga qanday bir oddiylikni yaratib bergan degan vaqtda Java'da hozir ma'noda close'ni cho'qimli close qilishimiz kerak. Lekin final'ni yozgan vaqtida close'ning o'zininki bir try catch bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa, Java'da biz qanday qilib berdik degan vaqtda menda replace with, try with resources degan gap bor. Shuni ishlatsak qanday yuz berdi degan vaqtda try'ningki ichiga shu tirnoqning ichiga andan keyin error chiqadigan bizniki resource'imizni beramiz. U resource nima degan vaqtda print writer. Print writer cho'qimlam close bo'lishi kerak oxirida. Lekin biz men finally degan blokni yozmadik. Finally degan blokni yozmasakmi, bu bizga eng oxirida shu exceptionni handle qilib bo'lgandan keyin avtomatik holda bizga close qilib berdi. Masalan, go to declaration qilsak, print writerni extend qilib buningki qarsak, endi writer bu parent classga qarsak, writerda bir closable degan interface'ni implement qilibdi. Har qanday input output stream closable'ni implement qilgan bo'lsa, biz mushkil shaklga try catch orqali yoza olamiz. Bu try catch qilib bo'lgandan keyin finally yoki buni close qilamiz deb close'ni yozmasakmi, o'z avtomatik holda bizga close qilib berdi degan gap. Mana bu exception handling'dan yozilish.